Yangi Hayot tumani Toshkent mahallasida bivshiy koreyskiy posyolokda 506 sotuvli xonadonimizni sizlarga qisqacha obzorini qilib beramiz. Yopiq territoriya va juda ham tinch bo'lgan mahallada joylashgan ushbu obyektimiz 2 qavatdan iborat. Vysatalarimiz 3 metr, o'rtoqli 506 sotuv polностью pishgan g'ishtdan qurilgan. Xonadonimiz ikkita aka-uka yoki opa-singillar uchun mo'ljallangan yashil hududlarimiz mavjud va undan tashqari terrasalar ham bor o'rtoqli. Ikkita qavatda bo'lib turadigan qismimiz monolitli, ya'ni 16-18 ta 32 talik armaturalar ishlatilgan qadrdonlar. Obyektimizning ichki obzorini qiladigan bo'lsa o'rtoqli, amerikanskiy planirovkada qurilgan xonadonimiz, kirib kelishimizda kotelning, garderobni, sanuzelga joylar qoldirilgan, sirkulyatsiya oynalari mavjud, vysatamiz 3 metr, podvolimiz 2 metr, o'rtoqli, prixojiyimiz, navbatdagi xonamiz studiya planirovkada gostinniy va oshxonamiz va chiqib kelishimizda terrasa va zelenoya zona. Ikkinchi xonadonimizning obzoriga to'xtaladigan bo'lsa o'rtoqlar, kirib kelishimizda katta oshxona bilan zalga ko'zimiz tushadi. Bitta detskaya spalniga joy qoldirilgan, lesnichная zonamiz, garderobni, sanuzel, yana bitta qo'shimcha дополнительный xonamizga joy qoldirilgan, bitta vyходimiz o'rtoqlar, yana ikkinchi vyходimiz ham mavjud. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda detskaya spalnya, родительская spalnya, undan tashqari yana bitta yotoqxona qilish imkoniyati mavjud o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa sanuzel, garderobni, yana bitta дополнительный xonamiz mavjud. Prixojiy bilan kichkina balkonchaga chiqamiz o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, zelenoya zona ko'rinib turadi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa o'rtoqlar, 160 ming AQSh dollari belgilandi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.